Uchta to'rtta bola ishga kirgan bo'lsa, bittamiz faqat kartoshka artgan, bittamiz faqat sabzi, bittamiz piyoz. Shunaqa boshlaganmiz. Daraja o'sgan sari naborot, mas'uliyat ko'payadi. O'zi eng qiyini shu shef-povurga. Hamma prezidentlarni kutib oldik. Taomning tayyor bo'lish jarayoni kishidan anchagina mashaqqat va mas'uliyat talab qiladi. Ayniqsa bu mehmonxonada tayyorlanadigan taom bo'lsa. Bugun biz O'zbekistondagi eng yetakchi mehmonxonalardan birining oshxonasida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ish jarayoni juda ham qizg'in. 20 dan ortiq oshpazlar xorijlik mehmonlarning buyurtmalarini tezlik bilan tayyorlashni maqsad qilishgan. Amaklarim oshpaz bo'lgan. O'zim ham 3 oylik ta'tilda restoranlarda ishlab yurganman, 3 oylik bo'lib, povur bo'lib, oshpaz bo'lib. Keyin shu balkim turtki bo'lganmikan, shu oshpazlik kasbini tanlash qaror qilganman. Qo'rquv bo'lgan, endi bu keyinchalik bilganmiz, kirgandan keyin bu katta mas'uliyat talab qiladi, intizom talab qiladi. Mas'uliyat, intizom bo'lmasa, menimcha boshqa sohalarda ham katta bir muvaffaqiyatga erishish qiyin-da. Men shunaqa deb o'ylayman. İlk marta pishirgan taomingizni esla olasizmi? Uyda pishirgan agar ovqatlarni hisobga olmasa, omlet pishirganman, shuni bila olaman. Nonushta, ya'ni? Nonushtaga xonadan turib zakaz berganda esimda hali ham pomidorli omlet edi. Shuni qiluvdim. Hayajon bilan qilganmiz shu payt. Va bu xorijlik mehmonga bo'lgan-a? Xorijlik mehmonga bo'lgan. Qiyinroq edi ishlash hozirgi paytga kelgan qaraganda, chunki hozir hamma narsa tez bo'lib ketdi. Ishga kelgan odam bugun yoki ertadan уже ovqat pishirib berishi mumkin. Bizda paytda sal qiyinroq bo'lgan. 3-4ta bola ishga kirgan bo'lsa, bittamiz faqat kartoshka artgan, bittamiz faqat sabzi, bittamiz piyoz. Shunaqa boshlaganmiz. Keyin zakaz berayotgan oshpazlarga biz faqat yordam berganmiz. Ishlatilgan skоворodkasini, ishlatilgan sateynikini bizga berardi, biz borib yangisini olib kelardi. Mana faqat qarashib yurardik. Talablar o'sha paytda ham yuqori edi. Standart bir xil bo'ladi-da, o'zi paytda ham standart katta olingan. Hozir ham xuddi shunaqa katta olinyapti. Endi u paytda balkim kadrlar kam bo'lgan bo'lsa kerak-da. Balki shunaqa o'ylayman. O'qish 4 yil edi. Kichkina restoranchasi bo'lgan. Ham o'qib, kerak bo'lsa joyida kichkina amaliyot ham qilsa bo'ladigan joylari bo'lardi. Ingliz tili o'qitilgan, hammasi o'zimiz sohamizga o'rgatilgan. Keyin o'sha paytda mehmonxona ochilgan, fransuz edi, Jean-Michel. Keyin ishga olgan, shu qolib ketganmiz shu yerda. 6-7 yil ishladim-da. Hech joyim yo'q. Demak, sizni birinchi rahbaringiz ham xorijlik bo'lgan. Xorijlik bo'lgan. Fransuz bo'lgan. Va buning uchun siz til ko'nikmalaringiz yetarli bo'lishi kerak. Ularni aksenti bor edi. Fransuzlar boshqa aksentda gapiradi, xorvatlar bo'ladi, aksenti boshqacha bo'ladi. Bizdan tushunishimiz qiyin bo'lgan ingliz tili, chunki biza adabiy tilda o'rgatganda, ular razgovorni erishdi, bizlar bilan gaplashadi-da. Sekin-sekin o'sha bo'lganmiz. Hindlar ham bo'lgan. Oshpazlik uchun til o'rganishning ahamiyati qanaqa? Tilni o'rganishimiz shart. Chunki birinchidan zamon talabi. Yosh bolalar ham bilyapti. Hamma bolalarimiz biladi ingliz tilini. Ikkinchidan ko'pincha terminlar ingliz tiliga yaqin-da, o'zi fransuzcha. Inglizni bilishimiz shart. Xalqaro otellarda yozishmalar, hamma narsalar bir-biri bilan Outlookda yozilishi ingliz tilida bo'ladi. Shuning uchun shart. Oshpazlikning ham baribir qanaqadir darajalari bo'lsa kerak. Ko'p, bir 12 ta daraja bor. Demi shef bor, shef de partie. Bundoq ketaveradi o'sha sous-chef, executive sous-chef, katta shef de cuisine. Kimdirlarda 6 ta, kimdirda 5 ta. Qancha otel katta bo'lsa, maksimumini oladi. Chunki ish ko'p bo'ladi, bo'lib berish uchun shunaqa qilib qo'yish kerak. Eng pastidan kerak. Tepasi u shart bo'lishi kerak. Chunki til bilganga 1000 tanga deydi. Til bilgan bilan boshqa gaplashamiz. Til bilgan bilan boshqacha gaplashadi. Tajribani oshirish uchun chet elga harakat qildim.
chet elda ishlashga. Shu Iordaniyada, Kuvaytda, Qatarda ishladim, har xil davlatlarda ishlab, sekin-sekin o'zimizda ham boshqa otellarda ishlab, shu shef-povar darajasiga yetib keldim. Mashhur oshpazlar haqida qiziqarli faktlar. Dunyodagi eng mashhur oshpazlardan biri Gordon Ramsay aslida futbolchi bo'lishni orzu qilgan, ammo jarohat tufayli u oshpazlikni tanlagan va bugun Michelin yulduzli restoranlar egasiga aylandi. Joel Robuchon esa tarixda eng ko'p Michelin yulduziga sazovor bo'lgan oshpazlardan biri. Uning restoranlari jami 30 dan ortiq yulduzga ega. Michelin yulduzi restoranlarga beriladigan dunyodagi eng nufuzli mukofotlardan biridir. Yulduzlar soni qancha ko'p bo'lsa, restoranning sifati, mahorati va nufuzi shuncha yuqori baholanadi. Ayniqsa 3 yulduzli restoran dunyoning istalgan nuqtasidan tashrif buyurishga arzigulik darajada yuksak saviyaga ega ekanini anglatadi. Yaponiyalik Jiro Ono 90 yoshdan oshganda ham har kuni sushi tayyorlashni davom ettirgan. Uning maqsadi doimo mukammallikka intilish edi. Jamie Oliver nafaqat oshpaz, balki butun dunyoda bolalar uchun sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilgan inson sifatida ham mashhur. Eng ko'p qaysi darajada ko'proq qiynalgansiz? Oshpaz yordamchisi bo'ladi-da. Chunki birinchi o'sha ishdan boshlaydi. Hamma ish qilish kerak bo'ladi. Sabzi ham artadi, chesnok ham artadi, stolni ham tozalaydi. Boshqa bizdan tepadagi oshpazlar qilib ketgan joyi tozalashga ham to'g'ri keladi. Eng og'ir ishi shular qiladi. Boshqa darajadagi ham qiyin. Mas'uliyat katta. O'smir yoshiga kelib oshpazlikka qiziqayotgan yigitlarga aniq qanaqa bir ko'rsatkichlarni bergan bo'lardingiz shug'ullanishi uchun? O'qishlarimiz bor-ku. O'qishlarga kirishsa, o'qishlarda amaliyotlar bo'ladi. Bizga kelsa bo'ladi yoki boshqa mehmonxonalarga borsa bo'ladi. Amaliyotlar nazariy bo'lsa, ko'zlagan maqsadiga tezroq yetadi. Atelierlar beradi, har yili anaqasi bor. Eng zo'r, masalan, gostinitsa, eng zo'r, masalan, menejer, restoran menejer, eng zo'r narsa deydi. O'shanda eng zo'r shef deganni oldim. Har bitta ovqatda ketadigan mahsulot grammi bor. Pishirish uslubi yozilgan bo'ladi, keyin pishirish darajasi bo'ladi. Har bitta go'sht, tovuq yoki baliq bo'lsa, ichki harorati bo'ladi. Pishirish uchun bundoq qo'yib pishgandir deb duxovkada olmaymiz hozir. O'z retsept standartlar bor, bundoq shubba tiqib qo'yamiz o'shani. Masalan, tovuqqa deylik, 74 gradusda belgilaymizda, duxovkani yopsak, ichki harorat 74 bo'lganda bo'ldi, anaqa signal beradi, pishgan bo'ladi. Standart bo'yicha pishiriladi. Oshxonada hamma narsa tartibga bo'ysunadi. Ya'ni 1 daqiqa kechiksangiz, taomning ta'mi buzilishi mumkin yoki bir chimdim tuz retseptni o'zgartirib yuboradi. Shu sababli kafe, restoran, mehmonxona, umuman jamoat joylarida oshpazlik faoliyati bilan shug'ullanish oddiy ko'rinsa-da, nihoyatda mas'uliyatli kasbdir. Uyda ham ovqat pishirib turasizmi? Uyda o'z kam pishiraman. Bitta shu yakshanbada pishirsam kerak. Unda ham har xil ovqatlar pishiraman, o'tdi. Naglas o'sha bo'ldi, ketdi. Unga narsadan xalladingni ochamiz. Nima bo'lsa, o'shanga qarab, produktga qarab ovqat tanlab olamiz. Nima uchun xalqimizda erkaklarni qo'li shirin degan gap tarqalgan? Bitta to'rab qo'yamiz, hamma narsani tayyor qilib, sekin pishirishni boshlaymiz. Hamcha ayollar ham to'rab, ham kesib, ham solib qilganda menimcha nimadan kuyib ketarmikan yoki boshqacha bo'larmikan, shunganmikan? Hozirgi kunda mamlakatimizda oshpazlik sohasiga yo'nalishiga berilayotgan e'tibor haqida mana texnikumlarda alohida kasb sifatida o'qitiladi. Umuman O'zbekistonda hozirgi kunda o'rtacha qanaqa daromad topish mumkin? O'rta daraja shu 10 million bo'lsa kerak. Oshpazlikka bo'layotgan e'tibor yaxshi bo'lyapti. Kerak e'tibor deb o'ylayman, chunki bizda hozir muammo kadrlar muammosi. Oshpazlik qilmoqchi bo'lsa yo'qda, kadrlar kam. Shuning uchun men shu oshpazlik kollejimi, texnikum, litseyimi ochilayotgan ekan, shunga e'tibor berilayotgan ekan. Xursandman. Nafaqat men, menimcha hamma shef-povurlar xursand. Chunki bizga yaxshi kadrlar keladi. Chunki kadrlar muammosi bor. Muvaffaqiyatga o'xshamagan narsa hammadan dangasalidan kelib chiqadi. Shoshadi. O'sha retseptni ochib qaramaydi, shoshadi. Hamma narsa intizom bo'lsa, bo'ldi. Hamma narsani joy-joyida qiladi-da, anaqasi bo'yicha.
ketma-ketligi bo'yicha. Orada bitta sakrasa quladi. Necha ball bera olasiz O'zbekistondagi mana shu restoran biznesini baho bersak, bu dunyo nuqtai nazaridan, xalqaro nuqtai nazardan 10 beraman. Nega deng? nega? Chunki mana chet elga ketayotganda birinchi Kuvaytga borganman, Kuvaytga borayotganda o'ylardim, yoda zo'rroq, boshqacharoq, вообще hamma professional deb o'ylardim. Yo'q, san bilimlar bilan borsak, hech ulardan kam joyimiz yo'q. Yuqori bo'lsa, yuqori bemalol 10, unaqa 9,5, 9 ham emas. Ota bobolarimizdan o'tganda baribir. Shunaqa ekanda, bizda Chunki bizda ovqat bu san'at. ovqatga to'p-to'g'ri san'at darajasida qarashadi. Masalan, hamma joyda chetda, o'tda sal boshqacharoq. Любой shu texnikumdan oshpazlar amaliyotga kelsa, ularni o'rgatamiz. Kerak biz o'sha nima tanlovlar, chet elda bo'ladigan tanlovlarga tayinlaymiz. Hamma qo'limizdan kelgan hamma narsani albatta o'rgatamiz. Hilton'ni boshqa mehmonxonalardan farqi haqida javob bilan suhbatimizni yakunlasak. Birinchi navbatda xalqaro standartlarga javob beramiz. Hamma yoqda standart bor. Oshxonada, restoranda, xonalarda, kiraverishda, lobbilarda hamma yoqda xalqaro standartlar bor. Brend bo'lganligi brendni ham kelib tekshirib yozib chiqadi. Har doim so'rab kelganmiz. Biz 95, 96, 94 işte hamma davlat tadbirini o'tkazganmiz. Katta tadbirlar o'tkazdik, chet ellarda o'tkazdik. Hamma prezidentlarni kutib oldik-da. Hamma prezident, 14 ta prezident keldi. Samarqandda o'tkazdik. Prezidentga taom kiritish mas'uliyati. Ya'ni o'sha standart ushlagan holda o'shaning uchun. Bir xil standart ushlab, bir xil yurganimiz uchun yaxshi chiqaveradi. Lekin o'zbekcha ovqatlar beramiz. O'zbekistonda-ku. Yaxshi osh bo'ladi, barbiran, somsa bo'ladi, non. Bu hamma svejiy bo'ladi. Svejiy bo'ldimi, bo'ldi. Hech kimga hech narsa ta'sir qilmaydi. Ustamni ketadi. Bizaniki baribir shirinlikda ovqatlarimiz. Hamma tadbirda somsa bo'ladi. Somsa bilan boshlanib, osh bilan tugaydi. 1000 ta banketni o'tkazganimiz bizga oson. Chem 10 ta o'sha VIP banketda o'tkazgandan ko'ra shunaqa deymiz. Rostakam 1000 tani bemalol o'tkazamiz. Bemalol. Muvaffaqiyat tilaymiz. Faoliyatingizda juda ham mas'uliyatli va murakkab deyishimiz mumkin. Murakkab faoliyatingizda. Va o'zingizga o'xshagan shogirdlaringiz ko'p bo'lishini tilab qolgan bo'lardim. Chunki mana hozirgi kunda kadr yetishmovchiligi bor deb aytdingiz. Oradan 5 yil o'tib, siz kabi bosh oshpazlar soni 100 dan oshsin. 1000 ta bo'lsa, 1000 ta bo'lsin.